Bu video qizlar uchun yaqinroq o'tiringlar qizlar. Sizlarga yuz uchun 3 ta zo'r mahsulot ko'rsataman. Birinchisi bu toner. Silimax firmasidan internetda bu hype bo'lib ketdi, lekin juda ham zo'r toner ekan. Bu haqiqatan ham yuzni zo'r namlantirib beradi, uvlajnat qilib beradi. Ikkinchisi yana Silimaxdan Silimax kremi. Bu kremning ichida igna zarrachalari bor. Igna zarrachalari bor. Yuzdagi ajinlarni butunlay yo'q qilib yoyib tashlaydi. Juda ham zo'r mahsulot. Albatta ishlatib ko'ringlar. Uchinchisini sizlarga hamma kosmetologlar borganlaringda yozib beradigan mahsulot bu. Retinal. Bu haftasiga 2-3 marta ishlatilinadi. Buni ishlatganlaringda ajinga juda ham zo'r effekt beradi. Kunduzi albatta солнцезащитный krem, sunscreen ishlatish kerak.